Yurtimizda so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, aholiga sifatli va zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa prezidentimiz rahnamoligida qabul qilingan davlat dasturlari asosida joylarda tibbiy muassasalarni rekonstruksiya qilish, yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar bilan ta'minlash, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish borasida amaliy ishlar hayotga tatbiq etilmoqda. Bu esa xalqimizning salomatligini ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda. Samarqand viloyati Narpay tumanida faoliyat yurituvchi tibbiyot birlashmasi 2025-yilning birinchi yarmi yilligida ham aynan mana shunday ezgu tashabbuslarni amaliy namunasiga aylandi. Tuman markaziy shifoxonasida 375 o'rin mavjud bo'lib, shundan 325 o'rin byudjet, 50 ta o'rin esa to'lovli xizmat asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, bitta markaziy poliklinika, 3 ta oilaviy poliklinika va 6 ta oilaviy shifokorlik punktlari tumandagi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda muhim o'rin tutadi. Tibbiy infratuzilmani rivojlantirish maqsadida birlashmada 1 milliard 360 million so'mlik laboratoriya qurilishi amalga oshirildi va mahalliy byudjetdan 235 million so'mlik jihozlash uchun mablag' ajratildi. Shu bilan birgalikda patronaj hamshiralar faoliyatini nazorat qilish uchun 130 million so'mlik planshetlar xarid qilinishi rejalashtirilgan. O'zbekiston filiali binosi o'rnida respublika byudjeti hisobidan 1 milliard 495 million so'mlik zamonaviy tibbiyot muassasasi qurilishi boshlandi. Obod qishloq dasturi va homiylik mablag'lari hisobidan ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaning Oybek filialida 1 milliard 200 million so'mlik kapital rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, arka ta'miri, avtoturargoh qurilishi va asfaltlashtirish ishlari uchun tuman hokimligi tomonidan 363 million so'm mablag' ajratilib, ishlar yakunlandi. Tibbiy xizmatlar sifatini oshirish maqsadida 23 turdagi to'lovli xizmatlar yo'lga qo'yilib, birinchi va ikkinchi choraklarda jami 1 milliard 225 million so'mlik daromad olindi. Ushbu mablag'lar hisobidan xodimlar maoshi, yashil makonlar yaratish, dori-darmon ta'minoti va tibbiy hujjatlar xarid qilish kabi ko'plab samarali ishlar amalga oshirildi. Davlat va mahalliy hokimiyat organlari, shuningdek, homiylar tomonidan tibbiy muassasalarni raqamlashtirish maqsadida umumiy hisobda 81 dona kompyuter va planshetlar taqdim etildi. Kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirildi. 2025-yilning birinchi yarim yilligida 56 nafar tibbiyot xodimi AKT yo'nalishida, 65 nafar shifokor va o'rta tibbiyot xodimi viloyat miqyosida malaka oshirishdi. Shifokorlarning 76%, o'rta tibbiyot xodimlarining 82% toifali mutaxassislar hisoblanadi. Bundan tashqari xodimlar o'rtasida shaffoflikni ta'minlash, ish joylarini optimallashtirish maqsadida yangi ishchi qabul qilinmasdan mavjud 56 ta ish o'rni to'liq stavkaga o'tkazildi. Narpay tumani tibbiyot birlashmasi misolida ko'rinishicha, yurtimizdagi har bir hududda tibbiyotni rivojlantirish, xalq salomatligiga e'tiborni yanada kuchaytirishga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Muassasa jamoasi bundan keyin ham soha taraqqiyoti uchun mas'uliyat bilan mehnat qilishga, har bir fuqaroga sifatli va insonparvar tibbiy xizmat ko'rsatishga intilishi shubhasiz. Bu yo'lda ularning sa'y-harakatlari qo'llab-quvvatlanishi esa umumiy maqsad sog'lom millat barpo etishga xizmat qiladi. Hurmatli yurtboshimizda tibbiyotga qaratayotgan hozirgi kundagi e'tiborlarni, ya'ni tibbiyotga ajratib berayotgan mablag'larni tashabbusli budjet loyihalari asosida Narpay tuman tibbiyot birlashmasida 2024-yil avgust oyida o'tkazilgan tashabbusli budjetda biz Narpay tuman tibbiyot birlashmasi jamoasi laboratoriya bo'limini tashabbusli budjetda yutib oldik va 2025-yilda birinchi choragi yakunigacha qurib bitkazdik. Ya'ni 1980-yilda qurilgan 4 etajli asosiy binomizning yerto'la qismidan tashkil qilindi bu. Bu hozirgi kunda 33 ta xonadan iborat, ya'ni markazlashgan laboratoriya bo'limi tumanimizda 231 ming aholisiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bizning laboratoriyamizda hozirgi kunda 97 turdagi analizlar amalga oshiriladi, to'liq tekshiruvlar o'tkaziladi. Undan tashqari, mana hozirgi kunda yaqindagina viloyat hokimimiz Aziz Babayev boshchiligidagi jamoa bilan birgalikda laboratoriya bo'limini va tumanda
bolalar nogironligini kamaytirish, bolalar o'limini oldini olish maqsadida shu kungacha bizning tumanimizda bolalar reanimatsiya bo'limi tashkil qilinmagandi va bolalar reanimatsiya bo'limini laboratoriya bo'limiga birgalikda ochib berdik. Hozirgi kunda tumanimiz aholisiga xizmat ko'rsatib boshladi. Hozirgi kundagi tibbiyotda dolzarb 90 kunlik e'lon qildi va shu dolzarb 90 kunlikda bu 5 ta yo'nalishda ishlar amalga oshirilyapti. Har bir yo'nalishi bo'yicha kunlik amalga oshirilgan ishlarda yuqori turuvchi tashkilotlarga ma'lumotlarni berib boryapmiz va bizlar ham shu asosida 90 kunlikda berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash uchun aholiga qulayliklar yaratish maqsadida mana aholi uchun avtoturargoh birinchi navbatda qulaylik yaratish uchun va koridorlarda yoritish sistemalari, pol qismlari, hamma bo'limlar, hamma birlamchi tizimdagi oilaviy shifokorlik punktlari, oilaviy poliklinikalarda ro'yxatxonalar, undan tashqari aholi uchun o'tiradigan 3 talik o'rindiqlar bilan ta'minlash, raqamlashtirishga o'tkazish bo'yicha har kunlik ishlar amalga oshirilmoqda.